Salom hammaga aziz do'stlar. Siz IQ kanalidasiz. Ko'rib turganingizdek bizning standart toq qizil yoritishimiz yoqilgan. Bu esa dengiz akustikasi haqidagi videolar seriyasini yakunlaganimizni anglatadi. Aytgancha, agar qiziqsangiz, ularni kanalda ko'rib chiqishingiz mumkin. Endi esa biz avtomobil akustikasi sharhiga qaytamiz. Va biz siz bilan yangilangan, eng kuchli, eng Shiralims liniyasining estrada akustikasi seriyasini ko'rib chiqamiz. Boshlaylik. Davom etamiz. Xo'sh, an'anaga ko'ra, avval chiroyli va zamonaviy qutilarimizga nazar tashlaymiz. To'plamni ko'ramiz, ichidagilarni ko'rib chiqamiz, keyin texnik qism haqida gaplashamiz va tinglashga o'tamiz. Xullas, yigitlar, bizda mana shunday yoqimli quti bor. Aytgancha, e'tibor bering, kompaniyamiz an'anasiga ko'ra, orqa tomonda grafik ko'rsatilgan. Va hapirma, ya'ni akustikani sotib olayotganda darhol uning qanday ovoz berishini ko'rishingiz mumkin. Aytaylik, buni ko'rdik. 13 santimetrli model biroz yuqori chastotalarda ko'proq chiqadi. Ya'ni biz tushunamizki, ovoz tarqalish chizigida unda yuqori chastotalarda kichik bir ko'tarilish bor. Bu aynan akustika oyoq qismiga o'rnatilganda yo'qoladi. Endi esa qadoqni ochishga qaytamiz. Ya'ni bizda bor go'zallikni batafsil ko'rib chiqing. Endi qutini ochamiz. Mana u. Chiroyli. To'plam umuman olganda bizda standart. Brendli stiker, kafolat taloni va juda batafsil foydalanuvchi qo'llanmasi bor. Bu yerda ulash sxemalari va barcha kerakli xususiyatlar keltirilgan. Shuning uchun albatta o'qing, tanishing. U yerda juda ko'p foydali ma'lumotlar bor. Ko'rib turganingizdek, akustika bizga 3 ta o'lchamda yetkazib beriladi. Bu 13, 16 va 20 sm. Seriyadagi akustika birinchi yil ishlab chiqarilmayapti. Bu uning yangilangan versiyasi. Bozorda o'zini juda yaxshi ko'rsatgan. Shuningdek, diqqat qiling, endi qopqoqda Field Show logotipi paydo bo'lgan. Bu bizning subbrendimiz bo'lib, u asosan sport avtovozga, ya'ni aynan sport yo'nalishiga urg'u beradi. Shuning uchun albatta kanalimizga obuna bo'ling. Barcha yangiliklardan xabardor bo'lish uchun. Bu yili ishonchingiz komil bo'lsin, yangiliklar ko'p bo'ladi. Ko'plab baland va kuchli yangiliklar kutmoqda. Endi esa xususiyatlari haqida gaplashish vaqti keldi. Barcha modellarda yuqori haroratga chidamlik orami mavjud. 13 santimetrli dinamikda u 25 ming, 16lik va 20 likda esa 38 ming. Akustikaning karkasi bu qora rangi polatdan shtamplangan savat bo'lib, antirezonans qoplamaga ega. Shuningdek, akustikada juftlangan lopatka tipidagi akustik terminallar mavjud. Ular bir nechta dinamiklarni eshikka o'rnatishni rejalashtirsangiz, ulashni osonlashtirish uchun juftlangan. Dinamiklarda ham juda rivojlangan magnit tizimi bor. Ular katta quvvatni ushlab tura oladi. 13 sim dinamik uchun 60 rims, 16 sim uchun 150 rims va 20 sim dinamik uchun 200 rims ko'rsatilgan. Magnit materiali ferritdan va katulka bilan magnit o'tkazgich orasidagi bo'shliq dinamikni yaxshi sovutishga imkon beradi. Akustikaning difuzori qog'ozdan tayyorlangan. U juda yengil, shuning uchun yuqori, o'rta va past chastotalarni aniq va to'g'ri ijro etadi. 13 sim versiyada 2 to'lqinli, 16 va 20 sim versiyalarida esa 3 to'lqinli podves ishlatilgan. Bu dinamik ustidan yaxshi nazoratni ta'minlaydi, ya'ni difuzorning ko'p quvvat berilganda atmosferaga uchib ketishiga yo'l qo'ymaydi. Barcha shu xususiyatlar akustikaga favqulodda yuqori sezgirlik beradi. 92 dan 100 gacha. Bu unga ham kam quvvatli magnitlardan, ham yaxshi kuchaytirgichlardan a'lo darajada ochilish imkonini beradi. Akustika haqida men sizga yetarlicha gapirib berdim. Endi esa u bizga xizmat haqida nimalar aytib bera olishini eshitamiz.
Aziz do'stlar, endi xulosaga keladigan vaqt keldi. Mis akustika liniyasi sizning zavoddan o'rnatilgan akustikangiz uchun ajoyib o'rinbosar hisoblanadi. Agar siz ovozingizni bir necha barobar yaxshilamoqchi bo'lsangiz, uni orta va yuqori chastotalarda yanada ifodaliroq qilishni istasangiz, mis akustikasini sotib olishni albatta ko'rib chiqing. Ayniqsa uni bizning faol subwooferlarimiz bilan birga ishlatsangiz. Kraft liniyalari. Shunda siz mashinangizda butunlay boshqacha, tubdan ozgacha ovozga ega bo'lasiz va mahallangiz aholisi ham buni albatta qadrlashadi. Siz bilan birga Pavel va Q kompaniyasi bo'ldi. Barchangizga tomosha qilganingiz uchun katta rahmat. Bu albatta yoqadi. Izohlar yozing. Bizning akustikamiz sizga qanday yoqqanini ayting. Barcha ijtimoiy tarmoqlarimizga, Telegram kanalimizga obuna bo'ling. Hammasi tavsifda bo'ladi. Yaxshi musiqani yaxshi uskunada tinglang. Hammaga xayr.